Mani murojaatim hurmatli buvijonlarga. Yaqinroq kelinglar buvijonlar, sizlarni zo'r buvijon bilan tanishtiraman. Menga bir kuni shunaqangi opa telefon qildilarki, menga juda ham tezlik bilan navaralarimga o'rgatishim uchun gullarni o'rgatmasangiz bo'lmaydi dedilar. Bo'ldi opajon, sizga ertaga gullarni o'rgataman dedi. Va ular bilan alohida master klassimizni boshladik. Aytishlariga qaraganda 5 ta qiz navaralari bor ekan. 5 ta qiz navaraga shunaqangi hunar o'rgatishni xohladilar. Unga keldilar, keyin o'zlari mukammal tarzda ranglarni chiqarish usuli bilan, sovunlarni quyish usulini, hamma jarayonlarni o'rganib oldilar. Astoydil qiziqib o'rgandilar. Men buvijon bilan shunaqa maza qilib ishladim. Bitta o'zim birgalikda ikkalamiz kompozitsiyalarni, chiroyli kompozitsiyalarni yasab, bitqizib tayyor qildik va o'zlari bilan kompozitsiyalarni navaralariga, qo'shnilariga, qarindosh urug'lariga ko'rsatish maqsadida olib ketdilar. Qaranglar, kompozitsiyalar sizlarga ham yoqqan bo'lsa, fikringlarni kommentariyada qoldiringlar va buvijonlarga yuborib qo'yinglar. Juda ham xursand bo'laman. Shunaqangi chiroyli qo'l mehnatini o'rganish uchun, bilasizlar, bir kungina kerak bo'ladi. Atigi bir kungina vaqtinglarni ajratsanglar, maza qilib hunarli bo'lasizlar va yaqinlaringlarni xursand qilib yurasizlar. Keyingi videoda o'zlarining ham fikrlarini eshitasizlar.